Sergelida joylashgan Hyundai avtosalonga keldim. Yengilliklar qilishyapti. Hozir ko'rib chiqamiz, nima yengilliklar bor. Xo'p aka. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz? Aka, rosa yengilliklar qilyapsizlar. Bu Hyundai mashinalari nech puldan? Xo'p, shu bo'yicha bitta tanishtirsiz. Как раз vaqtida kelibsiz. Hozir bizda boshlang'ich to'lov 222 million bilan mana shu Musravozimizni bitta pasport yozib olib ketsangiz bo'ladi. Bitta pasport bilan 222 millionga Musravoz. Ha, qolganini bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Necha oyga chiqadi aka? Сейчас жарко время года. У нас есть фургон, рефрижератор, холодильник, 25 кубов, 177 миллионов первоначальный взнос. Под ключ машину забираете, готовую. Холодильник furgon 177 million so'm bilan chiqadi. Buni oyma-oy qanchadan chiqadi bu? Bu yoqqa qarab oling. Bu yoq qiziq bo'lyapti-yu. Sizlarga universal budkamizni ko'ring. Boshlang'ich to'lov 165 million bilan shuni olib chiqib ketsangiz bo'ladi, aka. Universal budka. Aha, xohlang bunga stroy material tashing, xohlang mebel tashing, xohlang kachka tashang, shuni aka. Xo'p, aka bu nalichada bormi? Брат, Jigar, o'zbekcha gapiring. qarang aka, bizda Hop. tayyor mashina bor, shassi. Shassi. 139 million bersangiz, boshlang'ich to'lovga mashina shunda olib chiqasiz, keyin xohlagan narsa orqasida qo'yasiz. To'xtaydi, shoshmanglar. Hop, 139 million deyapsizlar, 165 million deyapsizlar. O'zi necha pul turadi bu? Necha oyga qanchadan to'lashim kerak bo'ladi? Gaz tushadimi bunga? Servis zapchastlari, garantiya. Bu yog'ini to'liq tushunib turibsizlarmi, bolalar? Aka, juda ko'p savol berayotgansiz. Siz nima yuring, men ichkarida gaplashaylik.